Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ziyo media markazi Ziyoli ayollar davrasi ruknidagi turkum dasturlarini davom ettiradi. Bugun ayni kunlardagi dolzarb masalalardan yana biri g'iybatchilik va chaqimchilik illatdir deya nomlangan mavzuda suhbatlashamiz. Ayni shu maqsadda studiyamizga mutaxassis mehmonni taklif etganmiz. Marhamat tanishing. O'zbekiston Xalqaro islomshunoslik akademiyasi Din psixologiyasi va pedagogika kafedrasi dotsenti Nilufar Rasulova. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, va alaykum assalom, xushvaqt bo'ling. Sizni yaxshi taniymiz, davrimizdagi, jamiyatimizdagi ziyoli olima opalarimizdan birisiz. Sizga bermoqchi bo'lgan ilk savolim shundan iboratki, g'iybat so'zining o'zi, tub mohiyati nima? Uni psixologik nuqtai nazardan izohlab, tahlillab bersangiz. Rahmat savolingiz uchun. Dolzarb muammoni ko'taribsiz. G'iybat bu insonning orqasidan uning yomon tomonlarini gapirish hisoblanadi. Agar aytilgan gap rost bo'lsa ham, lekin bu gap u odamga yoqmasa, bu g'iybat hisoblanadi. Ko'p hollarda oddiy gap so'z, guruhlar ichida ham biz bilib bilmasdan mana shu g'iybatni qilib qo'yishimiz mumkin. Agarda psixologik tomondan gapiradigan bo'lsak, nima sababdan inson bunday qiladi? Ya'ni g'iybat qilish gunohligini, yomon illatligini bila turib, nima uchun g'iybat qilib qo'yadi deydigan bo'lsak, buni psixologiyada juda ham oson tushuntirish mumkin. Ya'ni odam o'zidagi ba'zi bir kamchiliklarini, o'zidagi o'zini qiynayotgan, o'zini o'yga solayotgan ba'zi bir xulq-atvoridagi xatti-harakatlaridan bekitish yoki atrofdagilar ko'rib qolmasligi, bilib qolmasligi maqsadida birovning kamchiligini bo'rttirib, o'ylab topib yoki ko'rsatib, o'zinikini yashirish maqsadida ongsiz ravishda ham bu narsani qilishi mumkin. Ya'ni bu bilan u o'zini ga bo'lgan ishonchini, o'ziga bo'lgan bahosini boshqalarni yomonlash bilan, boshqalarni gapirish bilan oshirishi mumkin bo'ladi. Va shu uning asosiy maqsadi bo'lib qolishi mumkin. Endi chaqimchilikka qaraydigan bo'lsak, bu insonni gapini ikkinchisiga yetkazish va bu yetkazish agarda yaxshi oqibatlarga olib kelmasa, ya'ni nizolarga olib keladigan bo'lsa, bu salbiy illat hisoblanadi. Chaqimchilikdan masalan xabardor qilish bilan farqi, xabardor qilish agarda hayotiga yoki sog'lig'iga ziyon yetkazish holatida u yoki bu xabarni yetkazish, bu umuman boshqa narsa hisoblanadi. Bu ijobiy tomondan qaraladi, lekin chaqimchilik o'zi bu salbiy holat hisoblanadi. Rahmat, g'iybat mavzusini juda yaxshi ochib berdingiz. Endi ko'rsatuvimiz mavzusida chaqimchilik degan so'z ham bor. Ayni shu so'zni ham izohlab bersangiz. Chaqimchilik bu insonni gapini ikkinchisiga yetkazib, ular o'rtasida nizo keltirib chiqarishdir. Bu g'iybatdan ham xavfliroq hisoblanadi. Chunki bu atiydan maqsad qo'yilib qilinadigan xatti-harakat hisoblanadi va bu yerda manipulyatsiya bo'lishi mumkin yoki atiydan boshqa odamga zarar yetkazish maqsadida, nizo chiqarish maqsadida qilinadigan xatti-harakat bo'ladi va bu yerda insondagi boshqa ba'zi bir yomon o'zidagi xulq-atvori holatlarini nazorat qila olmaslik natijasida bir odam ikkinchi odamga yomon gap bilanmi chaqish va uni ketidan nizo keltirib chiqarish, bu albatta juda ham katta bir psixik buzilishlar ham tagida yotadi deb aytishimiz mumkin. Chunki sog'lom psixik tomondan sog'lom inson hech qachon atiydan birovniga ziyon keltirishni o'ylamaydi va maqsad qilib, masalan, shu oila bo'ladimi, ishxonadagi munosabatlar bo'ladimi, ularni atiydan buzishga harakat qilmaydi. G'afur G'ulomning Shumbola asarida bir ajoyib epizod bor. Shumbola, o'sha biz bilgan Shumbola, Boyotaga qarab, mening bittagina aybim bor, ba'zida yolg'on gapirib turaman deydi. Xuddi shunday odam o'zi fitratida qandaydir bir moyillik bo'ladimi ayrim odamlarda, bilib bilmay g'iybatga aralashib qolishadi. Ammo afsuski bu g'iybat, chaqimchilik ortidan ajrashib ketayotgan oilalar, yuz ko'rmas bo'lib qolayotgan qarindosh urug', bir-biridan bezib qolgan do'stlar bo'lishi mumkin.
Shunday emasmi? Ayni shu jarayonda, ya'ni siz suhbatlashgan balki talabalaringiz, balkim sizning oldingizga kelgan psixologik yordam so'rab kelgan mijozlaringiz orasida g'iybat yoki chaqimchilik sabab bir aziyatga tushib qolganlar bordir. Shular haqida hayotiy misollar bilan gapirib bersangiz. G'iybatning eng katta zarari bu insonning qalbini buzilishidir. G'iybatchi inson doim boshqalarda kamchilikni qidirib yuradi. Uni qalbida hasad va adovat paydo bo'ladi va u tinch, osoyishta yurolmaydi. Ya'ni doimiy ravishda kimlardadir o'zidan yaxshi natijalarga erishgan, muvaffaqiyatlarga erishgan odamlarni ko'rolmaslik oqibatida ularni boshqalarga yomon holatdan ko'rsatishga harakat qilib, yo g'iybat qiladi yoki chaqimchilik qiladi. Albatta, siz aytgandek, bu oqibatida juda ham ko'p yomon holatlar yuz beradi. Oilada aytayotganingizdek, oddiy munosabatlar, masalan, aka-uka, opa-singil, ota-ona, oddiy bolalarni masalan orasidagi munosabatlarda ota-onasiga yoshligidan boshlab, masalan, akasi yoki singilini qilgan ishini chaqishidan boshlab, to katta bo'lganda ham o'sha ishxonasidagi o'zini kasbdoshini rahbariga yoki boshqa bir kattaroq odamga borib chaqishigacha bu narsa bog'lanib ketaveradi. Lekin inson bu holat bilan, bu illat bilan tug'iladi deb aytolmaymiz. Albatta, bu narsa vaqt davomida odamning bolani rivojlanishi jarayonida uydagi, oiladagi muhitni ta'sirida bo'ladi. Ya'ni eng birinchi navbatda albatta bu namuna. Agarda bolani atrofida barcha ota-onasidan tortib, buvilarigacha, qarindosh urug'larigacha bolani oldida birovni yo'q paytida g'iybat qilishini ko'rib katta bo'lsa, bu bola keyinchalik albatta g'iybatchi bo'ladi. Unga hech kim yoshligidan odam yo'q bo'lganda uni ketidan gapirish mumkin emasligini, noto'g'ri ekanligini tushuntirmaganidan keyin, ko'rsatmaganidan keyin, ya'ni uni o'rniga o'zi, masalan, bor shunaqa holatlar oilada, masalan, kelin yoki ona bilmagan holatda bolasi o'ynab turadi yonida, telefonda o'rtog'i bilan yoki o'zini onasi bilan gaplashayotgan paytidagi bu yerdagi qaynonasi yoki boshqa oila a'zolarini gapirib, yomonlab o'tirganini baribir qaysidir bir qulog'i bilan bola shuni eshitadi va u qanday deb o'ylaydi? O'sha paytida uni yosh holatida ona bu ideal menga. Ya'ni har bitta qilayotgan onaning, har bitta qilayotgan otaning xatti-harakati uni uchun o'rnak. Ya'ni shunday bo'lish kerak ekan degan holat bilan bola o'sadi. Va keyinchalik u ham bog'chaga borganda, maktabga borganda ana shu inson haqida xohlab-xohlamay yomon gapirib qo'yishi mumkin, qaysidir bir kamchiligini gapirib qo'yishi mumkin. Maktabda bu ayniqsa juda ham ko'rinadi, agarda sinfdoshlar orasida bu nuqsoni bor. Sinfdosh bo'ladigan bo'lsa yoki biror bir xatti-harakati boshqalarnikidan ajralib turadigan bo'lsa, u erisha olmagan qandaydir muvaffaqiyatlarga ikkinchi sinfdoshi erishayotganini ko'rgani uchun unga hasad bilan keyin boshqalarga, ayniqsa sinf rahbariga kelib ota-onasiga yana gapirib qo'yishi mumkin. Va shu paytda ota-onasi agar uni to'xtatmasa, ya'ni bunaqa qilish mumkin emas, bu balkim birgalashib yana yomonlashsa, bunaqa holatlarni biz juda ham ko'p ko'ramiz. Bola maktabdan bo'lgan voqeani yoki o'zini sinfdoshi to'g'risida uyga kelib gapirayotgan paytida, yo'q, bu hozir sinfdoshing yoningda emas, ya'ni gapirish mumkin emas, gapirma, to'xtat deb juda ham kam ota-onalar shu ish qiladi. Ya'ni baravar u bilan birgalikda ana shu bola to'g'risida, ana shu o'qituvchi to'g'risida gaplashishadi. Bundan keyin albatta bolada mana shu holat yuz beraveradi va keyinchalik yomon ekanligini bilmagan holatda davom ettiraveradi. Endi yana bir masala bor. Biz g'iybat deganda ko'proq 4 ta ayol gurunglashsa gap g'iybatga aylanadi deymiz-da. Ayollarning gapi albatta g'iybat bilan tugaydi deymiz. Lekin afsuski bu masalada biz faqatgina ayollar bilangina cheklanmaymiz. To'g'ri, ko'rsatuvimiz ayollarga, xotin-qizlarga mo'ljallangan. Ammo odamiylik borasida, aynan mana shu g'iybat borasida ham jins tanlanmaydigan illatga o'xshaydi. Siz misol uchun bir mutaxassis va o'z o'rnida ona sifatida aytingchi, o'g'illarimizni g'iybatdan, mayda gaplardan, fisq fasoddan, chaqimchilikdan yiroq asl o'g'lonlar qilib tarbiyalash uchun
nimalarga e'tiborli bo'lishimiz kerak? Ehtiyoj deb aytamiz psixologiyada, ya'ni boshqa odam haqida gapirish ehtiyojingiz paydo bo'layotganda ozgina 3 sekundlik bir holat hisoblanadi. Ya'ni 3 sekund o'ylang. Sizni bu fikringiz, bu gapingiz u odamga yoqadimi? Ya'ni bu gap boshqa holatlarga, yomon holatlarga olib kelmaydimi? Bu narsani eshitib qolsa boshqa nima deydi, yomon oqibatlar Yuzaga yuzaga kelmaydi. kelmaydimi degan xayol o'sha 3 sekund davomida o'tishi kerak va keyinchalik siz o'zingizni o'sha gapirmoqchi bo'lgan gapingizni gapirishingiz mumkin bo'ladi deb o'tamiz, o'rgatamiz shunaqa qilib, agarda oldimizga mashq qilish uchun keladigan bo'lsa mijozlar. Lekin to'g'ri, biz o'g'lonlarimizdan aytadigan bo'lsak, haqiqatan stereotip bor shunaqa, ya'ni ayollar ko'proq g'iybat qiladi erkaklarga nisbatan, lekin bu stereotip hisoblanadi. Ba'zi hollarda erkaklar ko'proq, ayollardan ham ko'proq g'iybat qilishadi va bu ularni faqatgina g'iybat qilish usuli sal ayollarnikiga nisbatan sal boshqacharoq bo'lishi mumkin. Ya'ni ularning tafakkuri ayollarga nisbatan ko'proq, endi ayollar ko'proq hissiyot bilan o'ylasa, ya'ni ular gapiradi va shu bilan shu yerda o'zida qolib ketishi mumkin. Ya'ni shundan yengil tortib, keyinchalik borib o'zini ishini davom ettirishi mumkin. Erkaklarda ozgina boshqacharoq. Erkaklar tafakkur bilan, ya'ni o'ylangan holatda g'iybat qilib qo'yishi mumkin. Ya'ni nima deydi, yo'naltirilgan holat bo'ladi. Men hozir bu odamga bekorga gapirmayman, ya'ni bilamanki bu agarda masalan o'sha tegishli joylarda yoki boshqa joyga gapirilsa, ya'ni o'zini qandaydir bir maqsad sari yolg'on gapiradi. Xuddi shunaqa hozir boya misol aytganingizdek, shu bolada ham maqsad nima edi? Ya'ni o'sha jazoni olmaslik, kamroq, ya'ni urish yoki boshqa maqsadli-da, u masalan bo'lmaydi unaqa. Odam o'zidan o'zi yolg'on gapirmaydi yoki g'iybat qilmaydi. U baribir qanaqadir bir maqsadli manipulятsion yo'l bilan amalga oshiradi. O'shanda Shimbola boyotani oldiga borganda pichog'ingiz sinib qoldi deb yolg'onini boshlaydi-ku. Haqiqatdan ham bu men ozgina yolg'onchiman degan gapida katta maqsad bor edi. Xuddi shunday g'iybatchilik, chaqimchilikda ham maqsad bo'lar ekanda. Albatta. Va bu ko'proq hozir aytganingizdek erkaklarda ko'proq bo'ladi. Ayollardagi maqsad sal boshqacharoq. Ayollardagi o'ziga bo'lgan, boya aytganimdagi ishonchni pastligi, biror bir hayotida baribir har xil narsa, holatlar bo'ladi-ku. Ana shu ehtiyojlarni qondirish maqsadida shuni men borib uni yuzaga aytolmayman, lekin o'rtog'imga, yonimdagi odam bilan bu narsa to'g'risida bahslashsam men ancha yengil tortaman. Va shu jarayonni shu yerda o'zida gurungda, gapda, o'tirishda tugaydi. Uyga borgandan keyin yengil maza qilib yurishi mumkin. Erkaklarda bu sal boshqacharoq. Lekin g'iybat va chaqimchilikda bu erkaklarni holati ko'proq ayollarga nisbatan. Shu o'rinda izoh berib o'tishni xohlardim, hurmatli yurtdoshlar. Biz bu yerda g'iybat mavzusida suhbatlasha turib, erkaklarni aslo g'iybat qilmayapmiz. Chunki studiyamizda bizning yonimizda tasvirchi yigitlarimiz, rejissyorlarimiz suhbatimizning guvohi bo'lishyapti. Shu ma'noda bu fikrlarimizni aslo g'iybat o'rnida qabul qilmaysiz degan fikrdaman. Yana bir savolim shundan iboratki, aytingchi, g'iybatga bo'lgan bir sharoit bo'lganda, ya'ni birov siz bilan g'iybatlashmoqchi bo'lganda qanaqa qilib bir madaniyat bilan g'iybatning yo'lini to'sish mumkin? G'iybatkash do'stimizni ham xafa qilmagan holatda, ayni shu holatdan tiyilish, chiqib ketish yo'llari haqida ham gapirib bersangiz. Juda ham to'g'ri savol berdingiz. Endi albatta bu ham odamni o'ziga bo'lgan ishonchiga bog'liqda. Agar odam o'ziga qattiq ishonsa, uning o'ziga bo'lgan bahosi yuqori bo'ladigan bo'lsa, u mana shu suhbatdoshining manipulyatsiya deb aytamiz bu holatda, ya'ni birovni to'g'risida gapirishga boshlaganda, u boya aytganimizdek o'ziga qandaydir bir shaxsiy maqsad orqali boshlaydi-da. Mana shu manipulyatsiyaga bormaslik yo'li, ya'ni buni davom ettirmaslik. O'sha paytda bu aytganimdek, bu siz javob berishingizdan oldin uning gapi
rostmi? Bu ma'lumot siz uchun foydalikmi? O'zingiz uchun, ya'ni shaxsan o'zingiz uchun foydalikmi? Yoki buni aytish yoki javob berish zarurmi degan yana uchta savol bilan murojaat qilganingizni o'zida siz manipulyatsiyaga bormaysiz va o'zingizni tiyasiz unga javob qaytarmaslikdan. Manipulyatsiya qilayotgan odam qachon yutadi, qachon maqsadiga erishadi? Agar uning manipulyatsiyasiga ishonib ikkinchi odam javob qaytarsa va uni mana shu holatidan foydalanishni boshlasa. Siz umuman javob bermasangiz, o'zingiz to'xtatsangiz bu holatda yoki boshqa gapga burib yuborsangiz, manipulyatsiya qilayotgan odam yoki g'iybat qilmoqchi bo'lgan odam o'z maqsadiga erishmaydi. Bizda afsuski ko'pincha qanday holat bo'ladi? Ya'ni agarda sizdan mansabi yoki bir darajasi yuqoriroq yoki rahbar yoningizda turib ana shunday gapni boshlaganda uni xafa qilib qo'ymaslik uchun yoki o'zingizga yaqin odamingiz bo'lganda hozir men uni savoliga javob bermasam xafa bo'lib qoladi degan narsa bilan ya'ni biz g'iybatga qo'shilib qolishimiz mumkin. Buni ham chiroyli qilib, ya'ni men bundan xabarim yo'q deb masalan yoki men bu narsa bilan qiziqmabman degan chiroyli javob bilan, ya'ni uni xafa qilmagan holatda ham chiqib ketish mumkin. Umuman g'iybatga qo'shilmaslik bu odamni o'ziga bog'liq, ya'ni aytganimdek, agarda g'iybat o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. O'zingizdagi shu ichki ehtiyojlaringiz, o'zingizdagi ichki qo'rquvlaringiz, qaysidir bir xavotirlaringizni namoyon qilishda shu g'iybat qilish ularni bosadi. Shuning uchun odam o'sha g'iybatchi bo'lib qoladi-da. Demak, bu so'zlaringizdan anglash mumkinki, g'iybatning ham ikki xil turi bor ekan. Birinchisi odatda ayollarning orasida uchraydigani nisbatan jamiyat uchun xavfsizroq, ammo o'sha aytayotgan ayolning, g'iybatchi ayolning o'zi uchun illat bo'lgan, xavfli bo'lgan bir jarayon. Ikkinchisi esa maqsadli g'iybatlar bo'lar ekan, maqsadli chaqimchiliklar bo'lar ekan. Ana bu endi ijtimoiy darajadagi xavfli illat ekan. Aytingchi, mana shunday holatlarda baribir bizda maqollar bor-ku, ko'zi kunda bo'lmasa kunida sinadi. Kasalni yashirsang isitmasi oshkor qiladi. G'iybatchi, chaqimchilar bir kunmas bir kun baribir oshkor bo'ladi-da. Mana shu ma'noda odam o'ziga ishonchini oshirishi, g'iybatdan tiyilishi, haq rost yashashi uchun siz o'zingizning oldingizga keladigan mijozlarga tavsiya berganday, yurtdoshlarimizga ayrim tavsiyalarni bersangiz, ya'ni o'z hayotlari bilan yashash, birovlarni g'iybat qilmaslik, ijtimoiy xavfi yuqori bo'lgan ayniqsa maqsadli g'iybatlardan tiyilish borasida qanaqa bir tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Endi g'iybat qilayotgan insonni, g'iybatchi bu narsa uning odatiga yoki uning psixik qandaydir bir komplekslar deymiz, ehtiyojlarini qondirish uchun qilayotgan xatti-harakatlarini to'xtatish uchun u bilan alohida psixoterapevtik ishlar olib borish kerak. Ya'ni uning tagidagi sababini, nima uchun bu ishni qilayotganini anglab yetganidan keyin u bilan xatti-harakat yordam berish mumkin bo'ladi. U odamlarga o'zi hozir qandaydir bir maslahat berish ham qiyin. Men maslahat bermoqchi edimki, g'iybatchilarga emas, balkim boshqa o'sha g'iybatchi emas, ya'ni o'shalarni holatiga tushib qolishdan ogoh bo'lishi. Ya'ni siz sezyapsiz, mana shu jamiyatdagi buzilish yoki oddiy oilada bu holat xavf-xatar holati bo'lib qolishini oldini olish uchun, ya'ni inson o'zi g'iybatchiga g'iybatli ma'lumotni qabul qilmaslikni o'rganish kerak. Ya'ni atrofimizda biz bundan qochib qola olmaymiz. Biz g'iybatchini o'zgartirgandan ko'ra, mana shu g'iybatchi maqsadga erishmaslik uchun atrofdagi odamlarni o'rgatishimiz kerak. Qanday mana shu holatga tushib qolmaslikka, ishonmaslik uchun. Nima uchun g'iybatchi maqsadiga yetishadi? Chunki u gapirayotgan yoki yonimdagi o'sha yoki chaqimchi deylik. Odam ikkinchi surishtirmasdan, o'ylamasdan, ozgina fikrlamasdan, tanqidiy fikrlash yo'q bo'lganligi sababli to'g'rima-to'g'ri shu odamga ishonib ketganligi uchun. Ya'ni biz hozir bolalarimizni, atrofdagilarni ham aynan shu narsaga tahlil qilishga, tanqidiy fikrlashga, ya'ni sizga kelayotgan ma'lumotni to'g'rimi o'zi yoki noto'g'rimi, uni darrov eshitib borib, darrov ishonib shu ma'lumotga borib o'sha
kerak bo'lsa urishadimi, nima qiladi masalan, qandaydir bir zarar ko'rsatishdan oldin tanqidiy fikrlab ko'rishga. Har doim ham bu ma'lumotlar to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Xuddi shunaqa hozir internet tarmoqlarida biza judayam ko'p biz bilib bilmasdan turib, masalan, eshitgan xabarimizni umuman tanqidiy fikrlamasdan qayerdan bu ma'lumot olindi, to'g'rimi, bo'lishi mumkinmi, yo'qmi, o'ylamasdan darrov buni ikkinchi odamga yuborishimiz mumkin. Bu ham ikkinchi qaysidir tomondan g'iybat hisoblanadi. Ya'ni siz fikrlamadingiz, o'ylamadingiz, ya'ni bu foydali ma'lumotmi, zararmi, buni hozir siz ikkinchi odamga yuborayotgan paytingizda uni zarar bo'lmaydimi yoki yo'qmi degan narsa. Ya'ni menga yoqdi, men buni jo'natyapman. Tanqidiy fikrlash bizani yoshlarimizda hozir judayam kam uchraydi. To'g'ridan to'g'ri ishonadi hamma ma'lumotga, chunki ichida o'zidagi bo'lgan ishonch past bo'lganligi uchun, chiroyli hayotga, chiroyli holatlarga qiziqib, menda ham xuddi shunday bo'lsin deb hamma ma'lumotlarga ishonaveradi. Shu o'rinda yana bir savol meni o'ylantirdi, opa. Hozir internet zamoni deymiz, texnologiyalar rivojlandi deymiz. Mana shu barobarida g'iybat, chaqimchilik kabi illatlar ham zamonaviylashayotganga o'xshaydi. Ya'ni internet orqali yoki qaysidir Telegram guruhlar orqali, chat-botlar orqali xohlaganingizcha g'iybat qilishingiz mumkin, xohlaganingizcha chaqimchilik qilishingiz mumkin va hattoki bu g'iybatchi, chaqimchi kimligini bilmay o'tib ketishingiz ham mumkin. Bundoq qaraganda biroz kulgi bilan aytyapmiz, ammo juda ham xavfli omillardan biri. Aynan mana shu zamonaviylashib borayotgan g'iybatning, chaqimchilikning turlari haqida. Bularga munosabatingiz qanday? Yoshlarimiz mana shu jarayondan qanday chiqib ketishlari kerak? Ya'ni oldiga bir maqsad qo'ygan talaba deylik, sizning shogirdlaringizdan biri mana shunday guruhlarga, internetdagi bir nimalarga, g'iybatlarga aralashmay, o'z maqsadidan og'ishmay yurishi borasida nimalarga e'tiborli bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Balki mana shunday g'iybatchi guruhlarga umuman qo'shilmaslik kerakdir. Endi internet zamoni deymiz, internetdan yoki bunaqa ijtimoiy tarmoqlardan butunlay uzilib ketib ham bo'lmaydi. Bu juda ham hozir keng tarqalib ketyapti, ya'ni internet orqali xohlaganini gapirish. Bu albatta mas'uliyatda. Sizni ekran orqasida bo'lganingizda hech kim ko'rmaydi, sizni hech kim tanimaydi. Xohlagan rasmni, xohlagan ismni qo'yib, bemalol xohlagan ishingizdagi bor fikrlaringizni endi yaxshimi yomonmi gapirishingiz va uni ketidan hech qanday jazo olmasligingizni bilganingiz uchun bu odam erkin his qilib o'zini xohlaganini yozishi, bu albatta birinchi o'rinda albatta tarbiya. Ya'ni buni biz aytolmaymiz biror bir kimgadir taklidchanlik qilib yoki bu yoshligidan juda ham qattiqqo'llik natijasida o'sgan bolalarda bu narsa ko'rinishimiz mumkin. Ya'ni erkinlik bo'lganda ular o'zini hissiyotlarini boshqara olmaydi va shuning uchun o'sha ekranda ko'rayotgan hayotni yoki ekrandagi ko'rayotgan odamga bo'lgan hasadini boshqara jilovlay olmaydi va buni nima bo'lsa ham chiroyli xunuk so'zlar bilan bo'lsa ham bildirishga harakat qiladi. Bu chunki yoshligidan buni hech kim nazorat qilmagan. Ya'ni aytolmaymiz bu erkin o'sgan bolada emas, aynan juda qattiqqo'l tarbiya olgan, erkinlikka yo'l qo'yilmagan tarbiyalarda ko'pincha yoshlarda shunaqa bo'ladi. Va u birdaniga masalan bu yerda ota-ona yo'q, nazoratchi yo'q, urishadigan odam yo'q-da, shunda o'zini juda ham erkin his qiladi-da va hissiyotlarini mana shu orqali yomon so'zlar bilan, haqoratlash so'zlar bilan yoki kamsitishlar bilan o'ziniki bo'lgan nimasini, obro'sini, endi o'ziga bo'lganini ko'tarishga harakat qiladi sun'iy ravishda. Endi juda qiziq fikrni aytdingiz, ya'ni qattiqqo'llik bilan tarbiya topgan bolalarda, demak virtual olamda ular o'zini erkinroq his qilar ekan. Demak, biz bolalarni tarbiyalayotganda ularni erkin ham bo'g'masligimiz kerak ekan va shu bilan birga g'iybat, chaqimchilik kabi illatlarga nisbatan immunitet ham shakllantirib borishimiz kerak ekanda. Aynan qizlar tarbiyasi haqida
ozgina gaplashaylik endi. Qizlarimizni, ya'ni o'zining muammolarini aytganingizdek, faqatgina o'ziga zarar beradigan o'sha mayda g'iybatlardan tiyilib, ko'proq vaqtini balkim ijodga, balkim mehnatga, qaysidir bir nima deydi, yumushga sarflashi lozimligi borasidagi fikrlaringizni bilmoqchi edim. Ustozimiz bor edilar, rahmatli Mahmud Sa'diy. Ko'plab jurnalistlarning ustozi Mahmud Sa'diy menga shunday tavsiya bergan edilar. Ya'ni tug'ruq ta'tiliga chiqayotgan paytim ehtiyot bo'lgin Sitora. Ko'p qavatli uyning oldidagi o'rindiqda o'tirib olib g'iybat qiladigan ayollarga qo'shilmagin, vaqtingni behuda o'tkazmagin degan edilar. Xuddi shunday balkim qizlarimiz uchun ham, yoshlarimiz uchun ham bir atrof muhit, ustozlar, yoshi katta buvilarning pand nasihatlari, o'gitlari kerakmikan? Endi albatta bu narsa har doim kerak. Aytganimdek, hamma narsa oiladan boshlanadi. Qiz bolani tarbiyasi ham avvalambor oiladan, onadan boshlanadi. Ya'ni eng birinchi namuna. Qiz bola hech qachon ko'chadan, mahallada qo'shnilardan xulq-atvorni, xatti-harakatni o'rganmaydi. U faqatgina uydagi, oiladagi onasidan, buvisidan o'rganadi. Qattiq gapirishlarni, qo'pol gapirishlarni, muloyim gapirishi, bir-birini eshitishi oiladan o'rganadi. Onasidan o'rganadi va boya aytganimdek, agarda ona ertalabdan kechgacha telefonda yoki xuddi shunaqa o'rindiqda ko'chada gap sotayotganini ko'rganidan keyin bunda nima shakllanadi tafakkurida? Demak, bu narsa to'g'ri ekan va u xuddi shu narsani ketidan qaytaradi. Albatta, boya to'g'ri aytdingiz, maqsad. Bolaga kichkinaligidan maqsad qo'yishga o'rgatamiz. Ya'ni mana shu maqsadni nafaqat qo'yish, balkim shu maqsadga qiladigan xatti-harakatlarni rejalashtirishi va ko'pincha bu vaqtini to'g'ri sarflay ololmagan, maqsadi yo'q qizlarimizda mana shu bekorchi vaqt bo'lib qolganligi sababli nima qilishni bilmagani uchun ular shu telefonga yoki boshqalarni g'iybat qilishga o'tib qolishi mumkin. Bu ham aytayotganda judayam nozik masala. Psixologik tomondan agar gapiradigan bo'lsak, judayam ko'p gap gapirishimiz mumkin, chunki bu onani ehtiyojlaridan tortib qiz bolani ehtiyojlaridan. Lekin bitta narsani har doim aytaman, bizga masalan onalar keladi konsultatsiyaga yoki qizlarni o'ziga, shunda so'raymansiz, qizingiz bilan qanchalik gaplashasiz bir kunda? Undagi bo'ladigan muammolar, undagi holatini yoki muammo bo'lmasin, eshitasizmi? Vaqtingiz yetadimi? Hal qilasizmi biror bir qandaydir bir voqealarni yoki masalan oddiy bitta kinoni ko'rganda ham ketidan o'sha qizi bilan shu kinoni haqida undagi fikrlarni, uni xulosalab gaplashish yoki badiiy kitobni o'qiganidan keyin mana shu kitob haqida ham bahslashish, bu ham juda ham muhim. Keyinchalik ana shu holatga bo'lgan munosabatini o'rganadi. Ya'ni o'zini tiyilishi, ya'ni empatiyani hosil qilish, ikkinchi odamni tushuna bilishi hissiyotini. Va erkin bo'lib qolganda, uni hech kim nazorat qilmagan paytida u bemalol o'zini hissiyotlarini jilolay oladi. Demak, g'iybat, chaqimchilik kabi bunday illatlarning shakllanishida ham yoki shakllanmasligida ham tarbiyaning o'rni muhim ekan. Afsuski, bizga ajratilgan vaqt nihoyalanib qoldi. Shundan kelib chiqib, bugungi mavzuyimizga doir aytmoqchi bo'lgan fikrlaringiz, ammo biz so'ramagan fikrlar bo'lsa, xulosaviy fikrlar bo'lsa, marhamat, eshitamiz. Kichkina bir tavsiyalar sifatida aytishim mumkin. Ya'ni mana shu holatga, manipulyatsiyalarga borib qolmaslik uchun, birovni bilib bilmasdan g'iybat qilib qo'ymaslik uchun umuman biz oddiy tavsiyalar beramiz. Doim buni ota-onamiz ham, buvilarimiz ham berishgan. Ya'ni birinchi navbatda kam gapirib, ko'p o'ylash. Ya'ni boyaga aytganimdek 3 sekund ham bir xil paytda juda ham katta ishni bajaradi. Ya'ni siz o'ylamasdan turib gapira oladigan hissiyotingizga berilib gapirayotgan gapingiz odamga juda ham qattiq tegishi mumkin, juda ham ko'p oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun siz oldin demak kam gapirib ko'p o'ylashingiz. Umuman yoshlikdan boshlab yaxshi so'zlashga odatlanish. Ya'ni xohlasangiz, xohlamasangiz yoki juda ham yomon odam atrofingizda, oldingizda bo'lgan taqdirda ham u haqida yomon gapni gapirish xayolingizga ham kelmasligi, ya'ni faqatgina o'sha odamda yaxshi tomonini ko'ra bilishni ham
o'rganish mumkin, o'rgatish mumkin. Boya aytganimdek, bu ham namuna bilan faqatgina. Chunki siz agarda odamda faqatgina yaxshi tomonini ko'rsangiz, siz hech qachon uni g'iybat qilmaysizda, yoki g'iybat qilganingizda ham yaxshi tomonini gapirasiz. Bu gap g'iybat bo'lmay qoladi. Ya'ni ikkinchi odamni to'g'risida yaxshi gapni gapirish bu menimcha g'iybat emas, to'g'rimi? Ya'ni biz boya aytganimizdek, g'iybat bu agarda uchinchi odam u gapni eshitganda xafa bo'lib qolishi. Boshqalarni o'sha aybini emas, o'zini isloh qilish navbatda. Bu ham ko'p narsalarga olib keladi. Ya'ni siz boshqalar bilan ishingiz bo'lmay qoladi. Siz faqatgina o'zingizni haqingizda o'ylaysiz va o'zingizni rivojlantirishga, o'zingizdagi qaysidir bir o'zingizga yoqmayotgan bir xatti-harakatlaringizni, o'sha xulqingizni o'zgartirishga e'tiboringizni qaratsangiz, menimcha boshqalar bilan ishingiz bo'lmay qoladi va g'iybatga borib qolmaysiz. Ana shu kichik tavsiyalar berardim. Rahmat, juda ham ko'plarga foydali bo'ladigan tavsiyalar berdingiz nazarimizda. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt nihoyalanib qoldi. Mavzumiz esa juda ham dolzarb, ko'plarga qiziq bo'lgan mavzu. Bu mavzuga biz hali yana qaytamiz. Hozircha esa keyingi dasturlarda ziyoli ayollar davrasida ko'rishguncha xayr, omon bo'ling deymiz.